Xitoy zulmidan qutulish uchun qonunliq yo'llar bilan Misrga o'qishga kelgan va 2017-yili tutqun qilingan Sharq Turkistonlik bir qism o'quvchilarning hozirgacha izderiki yo'q. Misr Azhar universitetida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar pasport va o'ltiraqlanish ijozatnomasi bor bo'lgan ahvolda 2017-yili 4-iyuldan boshlab Xitoyga qaytarilish uchun tutqun qilindi. Dastlabda 100 dan ortiq o'quvchi tutqun qilingan bo'lib, keyin bir qismlari qo'yib berilgan bo'lsa-mu, 60 o'quvchining oilasi hali ham ularning hech qanday uchurga erishamagan. G'oyiblardan biri bo'lgan Muxtar Ro'zning Istanbuldagi ayoli Xitoy kommunistlari musulmon yoshlardan qo'rqib ularni yo'qotyotdi. Yo'ldoshim hayotmi yoki o'lib ketdimi bilmaymiz dedi. Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan natsist lagerlari xalqaro jamoatchilikning diqqatini tortgan bir vaqtda Beijing doiralarining bexatarlik bahonasi bilan Sharq Turkistonning tog'liq rayonlarida maxfiy holda harbiy tayyorlik qilayotganligi o'tirg'i chiqdi. Egilnishicha 130 ming kishilik bir harbiy qism Xitoyning ikki rayonlaridan Sharq Turkistondagi bir noyaga yetkazib kelingan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning xalqaro jamoatchilikka lagerlardagi tutqunlarning o'qishi tugaganini qo'yib berildi deyishning yolg'on ekanligi, shaklvozlik uchun buyruqni so'zlashga majbur bo'lgan Uyg'urlarning qattiq nazorat va kontrollik ostida yashayotganligi ma'lum. Suriyadagi Bashar Asad rejimi urush to'xtatishini qo'g'dash uchun imzolangan Sochi kelishimiga xilof holda Idlib to'qinishini azaytish rayoni ichidagi xalq o'ltiraqlashgan rayonlarga hujumni davomlashtirmoqda. Asad hukumati va Eron qo'llayotgan chet el terrorlik kuchlari Idlib to'qinishini azaytish rayoni chegarasi ichiga joylashgan va Sochi kelishimiga asosan og'ir qurollardan tozalanish kerak bo'lgan joylarda fuqarolarga og'ir qurollar bilan hujum qilmoqda. Hindistonning janubiga ta'sir ko'rsatayotgan qora bo'ronda hayotidan ayrilganlar soni 40 dan oshdi. Hindiston taratqullarining xabar qilishicha, doiralar Tamil Nadu o'lkasining soyil qismlariga hujum qilgan Gaja qora bo'ronida oz deganda 40 kishining hayotidan ayrilganligini, nurg'un uyning ziyonga uchirganligi va 82 mingdan ortiq kishining yo'tkalganligi bildirildi. Interpolning yangi raisi bugun boshlangan cho'ng yig'inda saylab chiqiladi. Xalqaro jinoiy ishlar saqchi tashkiloti Interpolning 187-umumiy yig'ini 18-21 yanvar orasida Dubayda ochiladi. Xitoyda bo'sh qolgan va istiqo berishga majburlangan sobiq Interpol raisi Meng Hongweidan keyin bo'sh qolgan bu o'rin uchun Koreya, Rossiya va Janubiy Afrikaning nomzodlari saylamga qatnashadi.